Kasa. Tişto'lama ha? Yo'q, Jito'la. Men shu bir oyda qolib qoldi qaysi faqat ismaymish qish yegandan yog'sa, to'g'an bilan turma. Shunga bir sildi bir beradi. Bir retseptli bo'lsa, bir tomon tutib bir ko'rib baqamda ketib chekan. Kasa qo'llarini. Voy, kim akasa qo'llarini? Qo'llariga xini qo'yib qo'yingda tutib baqay. Aka bu men bu sizdan tangsoyni qilchimidan bu yerga men qo'limni tortib tomon tutqizg'ilchi ekan. Voy, shu chiqamamni qo'llarimni tomonlarini tutib ko'rib baqmayman. Akasi ham bunda o'tirash qilardigandek odamdan qo'limni tutib. Qaysa titirmay o'tasizlar. Jim, to'slab, jim. Yantak qistirvaga eshakdek kech chanshimay titirmay jim tursa ham tomonlarini bir tutib baqayman, tuzib tutib baqay. Ukam. Bu kechining yog'i uyga chiymay bir axlatxonda uxlab qolganmidlar. Mushta so'qoqda. Aka men uyam mening qiziq kelib qoldi ekan, axlatxonda uxlab qolganmidlar. Ma titrashlar ish o'xshamaydi. Tillarini hech qasa? Chaq qilmaslar, tilimni boqaramka, tilimni chiqaramda. Qaysa? Bitildaqning tuxumini yeb olganmidlar. Yo'q, men chukurikning tuxumini yedigan taqilmas. Chiqasi ya tillarini ishning tildek bunday sangalasam tuzib bir ko'ray. Voy, yo'g'ariq chiqar, uzunroq chiqasi. Kisel ko'ch, ukam, kisel ko'ch. Chaqchaqimizlar men to'y qilmagan desam. Baba Jilufkam, qo'llarni buzmishlar. Voy, qaysa? Mas sizga so'qoqdek tutdi. Xotinma tegma, so'qoqdek tutdi. Nima qilib edam qoqchimish, jig'lab. Achimmi baba? Manda shirnisi va yaga qo'nida. Manda shaltaq yali qo'nida. Bu qo'llardan muz, tillardan tuz yig'ib olsa, qasi juvan tegasizga. Qishdan mushpiti chiqaman deslari, ko'galli yerda yotadigan, putqonlari qatadigan, oqidan qopib o'ydikinasi ichqib sotadigan savdo yo'li. Shuna edam qo'rqatmaslar, aka biz o'xshamaydigan bir gaptimchini qilyaptilar. Undan siz menga bir mo'shdan bir retseptlar olib qolib bir yezib bir tayaq qilmanmi? Ishtaqlamda. Bir davalni baqamlar. Obdan bir reseptni biznes biray. Ma'qul. Mana mush adres bo'yicha berib, ashak chiysira mushning darisini berdi sizga. Oltin bezak binokarlik qurilishchilik shirkati. Chaqchaqmi, endi sil tevibmi, ya bu uymilik sotadigan uymilikchimi? Bu endi men bu berib hamda nada qurilish qilayotgan bo'lsa, shu yerning qish sementlarini yamdimanda. Sizlar mening shu yizbagan narsam bo'yicha bostirma kasallarga haqiqiy shifoatlik dorini beradi. Ma'qulda men gapimni anglab, meni appasa shu yerga. Ma'qul shamal vaqt yapti. Ma'qul rahmatchim aka. Ma'qul. Qaysa? Bo'lsa ay mening to'pisiga yana 5-6 tonni kiyib oladi. Ya turib, mag'am bo'ldi. Sizlar ham chiqmayman turib. Bilasizmi kelganman? Kelib qolganman. Nima chiqadi? Voy.
Uyuyorum, uyuyorum, tazlap duram da. Ya meni dastlap bir kapını duyam da. Manda. Ma doktor bir elektrik var ki. Ben bir nasıl bir selametliğim yakışmay bir tomat tutup kaydap çiysem o adam eli kolamını sıkımdap eli tomatını tutup eli gözümle astık tepeki kılıp eli tılığını çıkarıp evet spes badem da spes verip evet yezdirip de bunun kaydasam da Bakın bize binakarlık kuruluş mesuliyetçi şirketi yüzeylik sürdü. Endi bu sunum şirketten ben binakarlık tepen ve taş bilen kömeğini yemdiğandım ha. Ne demek? Aslında Tevkinin demişi boğunu sizlarga soğuk deyip qopti. Yapmasa. Bizga qizg'in tayini yo'q, xotin tegmayib qo'yardi bizga so'roq deganda. Yo'q, men yerda demoqchi bo'lganim, mana bu sizlarniki uyning isitish ahvolasi yaxshi emas ekan. Oy, qanday bilib qolganda, yomon tegibdi. Bizning uy rost ismaydi qo'ysa, nima chiqadi deganda, bizning uyning yilg'a uyda. Ayni vaqtida nima qildi? Vallahi parni kesib tutgandizda. Şoğa ölsen soğuk. O ya madem ki lan bilip qopta. Şu an sizga shu so'roq tegib qopti. O'shdanmi? Uyning so'g'liqidan so'roq tekkanida men qadimisi men kechib chiqayotganida ham gap yo'qsammi, ismayman. Bu endi men so'roq tegib qopti deb bu kelib bu oltin bezak qurilish mulozimat binokorlik oliy mulozimat chekishibdi deb jumini yezib turibdi bu. Son şirkette neymiş kıldığında ben müşahede işlerinin gözlerini ıslandığında ben. Onu tepki geldiğimizden khas bir program mağlaması geliyor. Bizdeki şirketinki 5 xil cho'ng turi bor. Birincisi binokorlik qurilishi, ikkinchisi bezakchilik qurilishi, uchinchisi oila mulozimati, to'rtinchisi uy ilm setim, beshinchisi shu tammesh o'rnatish. Bu hemmisi gang şu mankenmeydi halamış ki lan bu onu ornataş buna qilish. Bu Tevkning deb bergani sizga mos keldigini bizning 5-chi turimiz. Tammesh. Tamam. To'g'ri rast. Tammeshda siydirasa. Ana bilmadim men, bo'ldi. Hemen tammeshlarimizni tushuntirib bersam, bizning tammeshlarimiz Germaniyadan import qilingan Carson markasidagi tammesh. Buningki alayidiligi bo'lsa, telefon orqali kontrol qila olasiz. Faqat uyingizda simsiz tor bo'lsa, simsiz torni bizning shu tammeshlarimiz ulash orqali telefon bilan sirtda turib kontrol qilib bo'ladi. Demak, jo'g'ini telefon orqali qilaman men, itib uni buni qilib yura olaman. Sirtda turibmiz, mayli xizmat o'rningiz bo'ling yoki boshqa yerda bo'ling. Telefon orqali tammeshninki gradusini yuqori tuvan qilib qo'zg'atib bo'ladi. Onda yuqori tuvan qo'zg'atib bo'ladi ekan. Lekin bu uyda yo'q vaqtida yuqori tuvan qilib qo'yib, unda suv yo'q, gaz bijim bo'lgan, o'chib o'tishni qanday bilamiz ham. Telefoningizga shu orqali uchirib keladi. Xatolik uchib telefonni chiqadi. Ashning o'zining appetitini tushirsak, ayda bo'ladi. Bo'ladi, ashkim bo'ladi, ashkim. Ondan boshqa bizningki 5 yillik setishdan keyingi mulozimatimiz bor. 2 yil ichida agar tammeshdan biri masal ko'rinib qolsa, sifat masal ko'rinib qolsa, yangi almashtirib beramiz. 2 yil o'tgandan keyin yana 3 yil ichida tammeshdan har qanday sifat masal ko'rinib qolsa, haqsiz berib remont qilib beramiz. 5 yilgacha. 5 yillik mulozimatimiz bor. Bu atıyım optam cümle vuruptu bana bir qanday qilmaydim, ashuna uyga chiqib bekitilar.